Bugun YouTube kanalni amerikanskiy YouTube qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda Google'ga kirasiz. Qidiruvga Vahot YouTube Studio mana bu yerda turgan. Shuni deb qidirasizda, unga bosasizlar. Birinchida turgan. Bitta studioga kiradi, keyin yana otib chiqib ketadi bundan. Keyin mana burchakda chap tomondagi burchakda bitta sozlamalar rasmi bor. Shuni ustiga bosasizlarda ikkinchisiga o'tkazasizlar. Keyin mana uni past mana uni bosasizlar. Men bosgandan qilib keyin yerdan topasizlar. Amerika Qo'shma Shtatlari eng tepada turibdi. Saqlashni bosasizlar. Bu keyin mana mazasi bo'limini shunday bosasizlarda ne qarasanglar mana Amerikan YouTube kanali bo'ldi. 1000 ta obunachi, keyin 4000 soat, 10 million 4 ming soat yig'ib akkauntlaringizni pul ishlagan qilib olasizlar.